Rahmet. Boburbek. Молодец. Ağır qolmadimi? Молодец. Sağ telefon zaryadkasi bo'lgan bo'lsa, yeganchisi bor-ku, qabaqbas. Yeganchisini achish, bizim telefondan achish. Al endi tomoshasini asli qiyinlashtirib tastayman. Qo'limda bez pichoq. Bez pichoqni birdan tastayman. Yaxshi shapaloq bo'lmasa, shu bez pichoqni boshdan tastayman. Qani ketdik, shapaloq bormi? Estilmayapti. Muzikalar bilan birgalikda. Rahmet. Seni qiynayman bo'laman. Al endi eng so'nggi tomoshasi o'zining rahmet o'zga. O'zining eng yaxshi ko'rgan tomoshasi bu bir pichoq bilan basna qilib atgan tomoshasini ko'rsatamiz. Qani ketdi.